Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Aziz o'quvchi, bugun Muallim Thani kitobimizni sod harfiga kelib to'xtagandik. Sod harfi sin harfining yo'g'oni. As, as. Fathali bo'lsa so deyiladi. Sin harfi ingichka. Bu esa yo'g'on harflardan. So, kasralik esa si, dommalik esa su bo'ladi. Demak, so, si, su. Sum. Mim qalqali bo'lib qolmasin. Mim qalqali bo'lib qolmasin. Sum. Sum. Sif. 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 Fas. 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 Sorof. Sorof. So ham yo'g'on, so, ro ham yo'g'on, fa'da mahrajlarini bilasizlar. Sorof. So yo'g'on, ba ingichka, ro yo'g'on. Sobar. 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 Ba ingichka, so yo'g'on, ro ham yo'g'on. Basor. 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 Qof yo'g'on, sod ham yo'g'on, ba ingichka. Qosobi. 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 Nasoro. 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 Yansuru. Endi bu yerda ham nun harfimiz yansuru, ammo sod harfiga yo'liqib kelsa, nun harfi sodni ichiga yashiriladi. Ya'ni sodni ichiga yashiriladi. Qanday yashiriladi? Yo'g'on tarzda, ushbu tarzda. Yansuru. Yansuru. Sodni harfini tagiga borib g'unnasi bo'ladi. G'unnasi tugagandan keyin sod harfiga bosamiz. Yansuru. Yansuru deb izhor qilmang, ixfo qilamiz. Yansuru. Istabsara. 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 Yastabsiru. 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 Qarang. Safaru. Sod bilan kelsa sofaru. Safaru. Sofaru. Safaru. Sofaru. Sin bilan sayfu. Yedi bildiramiz. Sayfu. Soyfu. Soyfu. Sayfu. Soyfu. Sayfu. Soyfu. Intasaba. Nunga yo'liqib kelsa nima bo'lardi? Nun taga yo'liqib kelsa nima bo'lardi? Tad ichiga yashirilardi. Intasaba deb o'qishimiz xato. Nima deb o'qiymiz? Intasaba. Ushab turing, xuddi shunday. Intasaba. Intasaba. Ozgina ochiq joy bor, tad tagida. Shu yerdan g'unna chiqadi. Nundiki, nunni yashiramiz ashakka. Intasaba. Sod bilan kelsa intasoba. Intasaba. Intasoba. Intasaba. Intasoba. Demak, sod harfimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Fasubhanakallahumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.